Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Xudo xolasa inshaalloh navbatdagi navisimiz chiroyli qilib qo'ydik. Bitta obrazli xonadonga bu tomonda tomga chiqdi, bu tomonda devorni qilib berganmiz. Xudo xolasa juda chiroyli chiqdi inshaalloh. Lazer fasonda tepasini ko'rib turganingizda qayta qilib berganmiz. Bu xaris to'kalarini lazer taqib berganmiz. Fasonlari juda ham chiroyli chiqdi. Shu manzilimiz Xudo xolasa Farg'ona viloyati Paypam tumanida bo'ldi. Juda chiroyli chiqdi. Qadrdonlar ko'rib o'zlari baho beraverasizlar. Tomondan olishlari perila qilib berdik. Skromniy variantda chiroyli qilib, cho'tki qilib perilarni qilib berganmiz. Qadrdonlar oldi tomondan ko'rilish holati. Shunga shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, albatta aloqaga chiqsanglar ham qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz.